Tayyorlaning. Bugungi ma'lumot juda muhim. 12 oktyabrdan boshlab bank hisob varaqlari, karta aylanmalari, yirik kirim-chiqimlar va shubhali operatsiyalar bo'yicha nazorat ancha kuchayadi. Bu faqat tadbirkorlarga emas, oddiy karta ishlatadigan fuqarolarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men bugun vahima tarqatmoqchi emasman, aksincha sizga nima o'zgarayotganini, kim xavotir olishi kerakligini, kim bemalol yurishi mumkinligini va muammo chiqmasligi uchun hozirdan nima qilish kerakligini sodda tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p odamlar aynan mening kartamga qarindoshim pul tashlagandi. Endi nima bo'ladi? Oyiga 20-30 million aylanma bo'lsa solib keladimi? Bank hisobim bloklanadimi? degan savollarda xato qiladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kech qolmasdan yetib borishi kerak. Avval ko'pchilik bank kartasini oddiy hamyon sifatida ishlatardi. Masalan, bir odamning kartasiga ish haqi tushadi. Yana qo'shimcha ravishda tanish-bilishdan qarz keladi. Qarindoshlar orasida pul o'tkaziladi. Internet orqali narsa sotiladi. Ijaradan pul olinadi. Ba'zan kichik savdo pullari ham shaxsiy kartaga tushadi. Ko'p hollarda odamlar buni alohida hujjatlashtirmasdi. Bu mening shaxsiy pulim. Ukam yubordi. Do'stim qarzini qaytardi. Uydagi eski telefonni sotdim deb o'ylab yuraverardi. Lekin bank tizimida oxirgi yillarda katta o'zgarish bo'lyapti. Banklar endi faqat pul saqlaydigan tashkilot emas, balki moliyaviy operatsiyalarni tahlil qiladigan, shubhali harakatlarni aniqlaydigan, kerak bo'lsa ma'lumotlarni vakolatli organlarga yetkazadigan tizimga aylanmoqda. Bu dunyo bo'yicha borayotgan jarayon. Pul yuvishga qarshi kurash, noqonuniy daromadlarni yashirishga qarshi kurash, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi talablar, soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish. Shu sababli bankka kelayotgan va bankdan chiqayotgan pullarning manbasi, maqsadi, chastotasi va mantiqi tobora ko'proq tekshiriladi. 12 oktyabrdan keyingi asosiy farq shundaki, ayrim operatsiyalar bo'yicha nazorat yanada avtomatlashtirilgan va tartibli bo'ladi. Ya'ni bank xodimi har bir odamni alohida o'tirib kuzatmaydi. Buni ko'pincha tizim qiladi. Tizim nimaga qaraydi? Birinchidan, pul miqdoriga. Ikkinchidan, pul nechta odamdan kelayotganiga. Uchinchidan, pul qanchalik tez-tez aylanayotganiga. To'rtinchidan, pul kelishi bilan darhol boshqa joyga chiqib ketayotganiga. Beshinchidan, karta egasining rasmiy daromadi bilan karta aylanmasi mos kelish kelmasligiga. Oltinchidan, operatsiya izohlarida nima yozilganiga. Masalan, tovar uchun, xizmat haqi, ijara, avans buyurtma, qarz kabi izohlar ham keyinchalik savol tug'dirishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Endi karta mening nomimda xohlagan odam pul tashlaydi, xohlagan joyga chiqaraman degan yondashuv xavfli bo'lib qolmoqda. Agar pul oqimi oddiy shaxsiy hayotga mos bo'lsa, muammo yo'q. Lekin karta orqali doimiy savdo, xizmat ko'rsatish, vositachilik, pul yig'ish, kripto yoki noma'lum manbali aylanmalar yuritilsa, bank savol berishi, hujjat so'rashi, operatsiyani vaqtincha to'xtatishi yoki hisobni cheklashi mumkin. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda? Oddiy ish haqi oladigan, pensiya yoki nafaqa oladigan. Oyligini kartada ishlatadigan odamlar ortiqcha vahimaga tushmasin. Masalan, sizning kartangizga har oy 4 million so'm ish haqi tushadi. Shundan kommunal to'lov qilasiz, bozorlik qilasiz, bolalarga pul yuborasiz. Ba'zan qarindoshingiz 500 ming yoki 1 million so'm yordam beradi. Bunday operatsiyalar odatiy hayotiy harakatlar hisoblanadi. Agar hammasi mantiqli va tushunarli bo'lsa, bank sizni jinoyatchi deb ko'rmaydi. Lekin quyidagi holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, sizning rasmiy daromadingiz 1 million so'm, lekin kartangizdan oyiga 1 million so'm kirim-chiqim o'tmoqda. Bu yerda savol tug'iladi. Bu pul qayerdan kelyapti? Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, nega shaxsiy kartadan foydalanyapsiz? Agar bu qarz bo'lsa, nega har oy 20 ming odamdan keladi? Agar bu oila ichidagi pul bo'lsa, nega darhol boshqa hisobga chiqib ketadi? Mana shu mantiqsizliklar nazorat tizimini ishga tushiradi. Misol keltiraman. Dilshod ismli yigit internetda kiyim-kechak sotadi. U yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, onlayn kassa ishlatmaydi. Mijozlardan pulni shaxsiy kartasiga qabul qiladi. Bir oyda BDEX mijozdan o'rtacha 2 ming so'mdan pul keladi. Jami 37,1 million so'm. Dilshod o'ylaydi. Bu katta pul emas, men faqat savdo qilyapman. Lekin bank tizimi buni boshqacha ko'radi. Juda ko'p turli shaxslardan kichik-kichik to'lovlar kelmoqda. Izohlarda ko'ylak,
zakaz, dostavka, tovar deb yozilgan. Bu shaxsiy pul o'tkazmasiga o'xshamaydi. Bu biznes aylanmasiga o'xshaydi. Natijada bank hujjat so'rashi mumkin. Tovar qayerdan olingan? Faoliyat ro'yxatdan o'tganmi? Soliq hisoboti bormi? Mijozlarga chek berilyaptimi? Ikkinchi misol. Malika opa uyini ijaraga beradi. Har oy ijarachi kartasiga 5 million so'm tashlaydi va izohga ijara deb yozadi. Bir qarashda bu oddiy holat, lekin ijara daromadi ham daromad hisoblanadi. Agar ijara shartnomasi tuzilmagan bo'lsa, soliq masalasi ochiq qoladi. Bank buni darhol jazolamaydi, lekin ma'lumotlar yig'ilib boradi. Keyinchalik vakolatli organ siz har oy ijara olgansiz, shartnoma bormi, soliq to'langanmi deb so'rashi mumkin. Shuning uchun ijaradan pul olayotganlar hujjatni tartibga keltirish kerak. Uchinchi misol. Aqmal qurilish ustasi. U bir oyda tekin monta mijozdan 2 million, 3 million, 5 million so'mdan oladi. Ba'zan jami 1 million so'mgacha tushadi. U buni mening mehnat haqim deydi. To'g'ri, bu mehnat haqi. Lekin muntazam xizmat ko'rsatish faoliyati bo'lsa, uni rasmiylashtirish kerak. Aks holda bank uchun bu ham tizimli daromad sifatida ko'rinadi. Agar Aqmal yiliga bir marta qarindoshining uyini ta'mirlab 5 million olgan bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin har oy doimiy mijozlardan pul kelayotgan bo'lsa, bu biznes belgisidir. 4-misol. Bir talabaning kartasiga guruhdoshlaridan pul yig'iladi. Tug'ilgan kun, sayohat, kurs ishi, forma tadbir uchun bir oyda girdim kishidan 1 ming so'mdan keladi. Jami 4 million so'm. Bu xavfli ko'rinmasligi mumkin. Lekin agar bunday yig'imlar tez-tez takrorlansa, tizim buni ko'p shaxslardan pul yig'ish deb belgilashi mumkin. Bunday holatda izohlarni to'g'ri yozish, pul nimaga yig'ilganini isbotlay olish muhim. Masalan, umumiy guruh xarajatlari bo'yicha ro'yxat, skrinshotlar, to'lov cheklari bo'lsa, savollarga javob berish oson bo'ladi. 5-misol. Odamlar orasida kartangni berib tur, men pul aylantirib olaman degan gaplar uchraydi. Mana eng xavfli holat shu. Siz kartangizni boshqa odamga bersangiz, bank oldida javobgar baribir siz bo'lasiz. Karta 200 million so'm girib, 1 daqiqadan keyin boshqa hisobga chiqib ketsa, men bilmasdim. Do'stim ishlatgan deyish sizni to'liq qutqarmaydi. Chunki karta sizning nomingizda, PIN kod sizniki, bank ilovasi sizning telefoningizda bo'lishi kerak. Bu holat pul yuvish, firibgarlik, noqonuniy pul o'tkazmalari bilan bog'liq bo'lib chiqsa, eng katta muammo karta egasiga keladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pulingizning manbasi aniq bo'lsa, hujjatlar bo'lsa, operatsiyalar hayotiy mantiqqa mos bo'lsa, qo'rqmang. Ish haqi, pensiya, stipendiya, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi yordam, bir martalik qarz qaytarish, shaxsiy buyumni sotish kabi holatlar odatda tushuntiriladigan operatsiyalardir. Lekin tushuntiriladigan bo'lishi uchun isbot ham kerak bo'lishi mumkin. Masalan, mashina sotdingizmi? Oldi sotish shartnomasi bo'lsin. Uy jihozini sotdingizmi? E'lon skrinshoti, yozishmalar, to'lov izohi saqlansin. Katta miqdorda qarz berdingizmi yoki oldingizmi? Tilxat yoki shartnoma tuzing. Asosiy qism 2, istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Endi eng muhim nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Bank nazorati degani avtomatik ravishda soliq jarimasi degani emas. Ko'pchilik hisobim kuzatilsa ertaga jarima keladi deb qo'rqadi. Aslida nazoratning birinchi bosqichi savol berishdir. Bank sizdan pul manbasini tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Masalan, shartnoma, invoice, chek, tilxat, meros hujjati, oldi sotish shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi. Agar hammasi joyida bo'lsa, odatda masala yopiladi. Lekin hujjat bo'lmasa, javoblar chalkash bo'lsa yoki pul oqimi shubhali bo'lsa, keyingi tekshiruvlar boshlanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat faqat katta summa emas, kichik. Lekin ko'p takrorlangan operatsiyalar ham e'tibor tortadi. Masalan, bir marta 2 million so'm kelishi katta operatsiya bo'lishi mumkin, lekin u mashina sotishdan tushgan bo'lsa hujjat bilan tushuntiriladi. Boshqa tomondan har kuni 20-30 kishidan 100 ming, 200 ming, 300 ming so'mdan kelib tursa, bu umumiy hisobda katta aylanma bo'ladi va biznes yoki pul yig'ish sxemasiga o'xshaydi. Shuning uchun summalar kichkina-ku deb beparvo bo'lmang. Uchinchi nozik jihat izohlar. Odamlar pul o'tkazayotganda hazillashib, g'alati izohlar yozadi. Masalan, qora pul, tovar, nal, kripto, stavka, qarz foizi kabi so'zlar keyinchalik ortiqcha savol tug'dirishi mumkin. Hatto hazilli bo'lsa ham bank tizimi hazilni tushunmaydi. Men tavsiya qilaman, pul o'tkazmalarida izohlar aniq va haqiqatga mos bo'lsin. Qarindosh yordam yuborsa oilaviy yordam, qarz qaytsa qarz qaytarildi. Umumiy xarajat bo'lsa
tadbir xarajati uchun deb yozish mumkin. Lekin izoh pulning real mazmuniga zid bo'lmasin. 4-nozik shart qarindoshlar o'rtasidagi pul o'tkazmalari. Ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, farzandingiz pul yuborsa, odatda buni tushuntirish oson. Lekin juda katta summa bo'lsa, masalan, 300 million so'm baribir savol bo'lishi mumkin. Otam berdi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Otangizda bu pul qayerdan paydo bo'lgan? Sovg'ami, qarzmi, uy sotilganmi, merosmi? Mana shularni ko'rsatish kerak bo'ladi. Katta pullarda qarindoshlikning o'zi yetarli dalil emas, pul manbasi ham muhim. 5-nozik jihat naqd pulni kartaga tez-tez kiritish. Masalan, odam har kuni bankomat orqali 1 million so'm naqd pulni kartaga soladi va keyin boshqa hisobga o'tkazadi. Bu juda shubhali ko'rinadi. Chunki pulning dastlabki manbasi ko'rinmaydi. Agar siz do'kon yuritsangiz, tushumni shaxsiy kartaga emas, rasmiy hisobga kiritish kerak. Agar bu shaxsiy jamg'arma bo'lsa, uni bir marta kiritish va manbasini tushuntirish boshqa. Doimiy ravishda naqd kiritib chiqarish boshqa. 6-nozik jihat karta ijarasi. Hozir ayrimlar kartangizni berib turing, o'yiga eshiming yoki 20 million so'm to'layman deyishi mumkin. Bu juda xavfli. Bunday taklif ko'pincha noqonuniy sxemalar, firibgarlik pullari, bukmekerlik, kripto ayirboshlash, soxta savdo, plastik karta orqali pul yuvish kabi holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Siz men faqat kartamni berdim deb o'ylaysiz, lekin hujjatda pul sizning hisobingizdan o'tadi. Keyin jabrlanuvchilar, bank, huquqni muhofaza qiluvchi organlar birinchi bo'lib sizga keladi. 7-nozik jihat tadbirkorlikni shaxsiy karta orqali yuritish. Agar siz Instagram, Telegram, OLX yoki boshqa platformalarda tovar sotsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, repetitorlik qilsangiz, kosmetolog bo'lsangiz, usta bo'lsangiz, dizayner bo'lsangiz, doimiy daromadingiz bo'lsa, faoliyatni rasmiylashtirish haqida o'ylashingiz kerak. Rasmiylashtirish har doim ham qo'rqinchli emas. Ba'zan yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki kichik biznes hisobvarag'i ochish ancha xavfsiz va qulay. Chunki siz mijozlardan pulni qonuniy qabul qilasiz. Keyin bank savol bersa hujjat ko'rsatasiz. 8-nozik shart mening hisobim bloklanadimi degan savol. Bank hisobni birdaniga butunlay yopib tashlamasligi mumkin, lekin ayrim operatsiyani vaqtincha to'xtatishi, qo'shimcha tekshiruv o'tkazishi, ilovada cheklov qo'yishi, filialga kelishingizni so'rashi mumkin. Eng yomon holat siz hujjat taqdim qilmasangiz, pul manbasini tushuntira olmasangiz yoki operatsiyalar noqonuniy deb topilsa. Hisob bo'yicha jiddiy cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun masala bankdan qo'ng'iroq kelgandan keyin emas, oldindan tartibga solinishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3-6 oylik karta aylanmangizni ko'rib chiqing. Bank ilovasiga kiring, kirim va chiqimlarni tekshiring. O'zingizga savol bering. Bu pullarning manbasini bugun bank so'rasa, tushuntira olamanmi? Masalan, 1 million so'm kelgan bo'lsa, kim yuborgan? Nima uchun yuborgan? Hujjat bormi? Agar javobingiz esimda yo'q bo'lsa, bu xavfli signal. Ikkinchi qadam, shaxsiy pul bilan biznes pulini aralashtirmang. Agar savdo yoki xizmatdan pul olayotgan bo'lsangiz, alohida hisob yoki rasmiy faoliyat shaklini tanlang. Shaxsiy kartaga ish haqi, oilaviy yordam, shaxsiy xarajatlar tushsin. Biznesdan keladigan pul esa imkon qadar rasmiy yo'l bilan yuritilsin. Bu nafaqat bank nazorati uchun, balki o'zingizning hisob kitobingiz uchun ham foydali. Qancha daromad qildingiz, qancha xarajat qildingiz, foyda qancha hammasi aniq bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing va saqlang. Agar mashina sotgan bo'lsangiz, oldi-sotdi shartnomasi, uy yoki yer bilan bog'liq pul bo'lsa, notarial hujjatlar, qarz bo'lsa tilxat yoki qarz shartnomasi, ijara bo'lsa ijara shartnomasi, xizmat ko'rsatsangiz xizmat shartnomasi yoki hech bo'lmasa yozishmalar, hisob, faktura, chek, to'lov maqsadi bo'yicha dalillar. Hujjatlar qog'ozda bo'lishi shart emas, elektron nusxalar ham katta yordam beradi. Muhimi pulning hikoyasi aniq bo'lsin. 4-qadam, pul o'tkazmalarida izohlarni to'g'ri yozing. Men buni juda oddiy qoida deb bilaman. Izoh haqiqatga mos, qisqa va tushunarli bo'lsin. Qarz qaytarish, oilaviy yordam ijara to'lovi, shartnoma bo'yicha to'lov, shaxsiy buyum uchun to'lov kabi izohlar keyin tushuntirishni osonlashtiradi. Hazil kodli so'zlar, g'alati iboralar, noqonuniy narsani eslatadigan so'zlardan qoching. 5-qadam, kartangizni hech kimga bermang. Bank kartasi, mobil ilova paroli, SMS kod, PIN kod, bularning hammasi faqat sizga tegishli. Hatto yaqin tanishingiz ham 2 kun ishlatib turaman desa, rozi bo'lmang.
Agar kimdir sizga kartangizdan pul aylantirish evaziga haq taklif qilsa, bu juda katta xavf belgisi. Bugun 500 ming so'm topaman deb ertaga millionlab zarar, hisob bloklanishi yoki tergov savollari ostida qolishingiz mumkin. 6-qadam, agar bank sizdan hujjat so'rasa, asabiylashmang va beparvo bo'lmang. Bank filialiga boring yoki rasmiy ilova orqali javob bering. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, shartnomalar, cheklar, tilxatlar, to'lovga oid skrinshotlar, pul yuborgan shaxs bilan yozishmalarni olib boring. Tushuntirish xatida oddiy qilib yozing. Falon sanada falon shaxsdan falon miqdorda pul oldim. Pulning maqsadi qarz qaytarish yoki uy jihozini sotishdan tushgan mablag'. Gapni murakkablashtirmang, lekin haqiqatni yashirmang. 7-qadam, agar siz doimiy daromad olayotgan bo'lsangiz, soliq yoki tadbirkorlik maqomini tekshirib oling. Buning uchun soliq organining rasmiy xizmatlaridan, bankdagi maslahatchi yoki buxgalterdan maslahat oling. O'zini o'zi band qilish, ITT ochish, MCJ ochish, har birining o'ziga yarasha talabi, solig'i, hisoboti bor. Hammaga bir xil yechim mos kelmaydi. Oyga 2-3 marta kichik xizmat ko'rsatadigan, odam bilan oyga 200 million aylanma qiladigan onlayn do'konning yondashuvi bir xil bo'lmaydi. 8-qadam, katta summa kelishidan oldin tayyorlaning. Masalan, uy sotyapsiz, mashina sotyapsiz, katta qarz qaytarilmoqda yoki xorijdan katta pul keladi. Oldindan hujjatlarni tartibga keltiring. Pul o'tkazmasi izohida nima yozilishini kelishib oling. Agar kerak bo'lsa, bank oldindan murojaat qilib, menga falon shartnoma bo'yicha pul tushadi deb tushuntiring. Bu keyingi blokirovka yoki savollarni kamaytirishi mumkin. 9-qadam, oilangizdagi kattalarga ham tushuntiring. Ko'pincha ota-onalar, pensionerlar uy bekalari kartasini bolalariga yoki tanishlarga berib qo'yadi. Men ishlatmayman, bolam ishlatsin deydi. Lekin hisob egasi kim bo'lsa, savol ham o'sha odamga keladi. Shuning uchun oilada har bir karta egasi o'z kartasi uchun javobgar ekanini tushuntirish kerak. 10-qadam, agar sizda allaqachon shubhali aylanmalar bo'lgan bo'lsa, uni yashirishga urinmang. Hisobni yopib qo'yish, kartani sindirish, ilovani o'chirish muammoni yo'qotmaydi. Bank tarixini ko'radi. Eng to'g'ri yo'l operatsiyalarni tahlil qilish, hujjatlarni tiklash, kerak bo'lsa mutaxassisdan maslahat olish va keyingi operatsiyalarni toza yuritish. Demak, 12-oktyabrdan bank hisob varaqlari bo'yicha nazorat kuchayishi degani hamma odamning puli tortib olinadi yoki hammaning kartasi bloklanadi degani emas. Asosiy masala pul manbasi aniq bo'lishi. Shaxsiy karta orqali yashirin biznes yuritilmasligi, karta boshqa odamga berilmasligi va yirik yoki takroriy operatsiyalar hujjat bilan tushuntirilishi. Kimning daromadi qonuniy, hujjati joyida, operatsiyalar mantiqli bo'lsa, u qo'rqmasligi kerak. Kim shaxsiy karta orqali savdo qilayotgan, ko'p odamdan pul olayotgan, begonalarga kartasini berayotgan yoki pul manbasini tushuntira olmayotgan bo'lsa, hozirdan tartibga keltirishi shart. Sizdan iltimos, izohlarda yozing. Sizningcha bank hisob varaqlari nazoratining kuchayishi oddiy odamlar uchun foydalimi yoki ortiqcha bo'lsinmi? Agar sizda kartamga qarindoshim pul yuborsa nima bo'ladi? Ijara puli qanday rasmiylashtiriladi? Onlayn savdoni qanday qonuniy qilish kerak? Kabi savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir karta egasiga kerak.